Endi quyonlar meni kechiringlar. Boshqa joyga qochyapti. Gibrid go'shtga bu xikol bilan kalifni nimasi? Uje sametsini talab tashladi-da. Agar samets katta bo'lsa bunaqa qilmaydi. O'zim prosta sametsini olib oldiga qo'yuvdim. Bu bo'g'oz quyon katta ehtimol bilan samka sametsdan kichik bo'lishi kerak deb. Nima uchun? Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Quyonchi. Bugun dezinfeksiya qilishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Kim qanday dezinfeksiya qilishini men bilmayman, to'g'risi. Men biladiganim kuydirish yaxshi variant, chunki men shuncha narsani qo'l bilan yo nima bilandir bu supurgi bilan nima qila olmaysiz-da. Bu taglari ham shu dahshat bo'lib ketgan. Buni kuydirsa zo'r bo'ladi, tozalanadi. Keyin bitta akamiz nima bilan uksus bilan dezinfeksiya qilishni ham maslahat berdilar. Buni ham hozir qilib ko'ramiz. Shu jarayonni ko'rsatib borishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Siz qanday dezinfeksiyaga kommentariyada yozib qoldiring. Balki boshqalarga foydasi tegar. O'zim ham menga yoqqan nimasi bo'lsa, foydasini ko'rsam, albatta yo'q testni yo'qayman. Shularni ham keyingi safar qilib ko'rishim mumkin, effekt beradiganlar. O'zi boshladik. Xo'p, tozalash ishlarini birinchi nimadan boshladim? Payilqalarning hammasini o'zi bu limonli kislota solingan suv shunga qo'shib qo'ydim. Ichini ham tozalash uchun. Hammasi emas, ba'zilari yangi, ba'zilari ko'pi eski. Ichida o'sha chiroyli bo'lmagan holatlar bor. Shuni tozalash uchun mana bunaqa holatlar limonli kislotadan foydalanamiz. Bu ham bir nimani tavsiyasi bilan obunachiimizning tavsiyasi bilan shu bilan tozalasangiz toza bo'ladi deyishdi. Hozir buni sinab ko'ramiz. Buni shundoq yuvib qo'yardim chayqab. Xo'p, ishni mana shu yerdan boshlamoqchiman. Sababi hozir bu qafaslarga boshqa quyonlarni qo'yamiz, lekin bu qafaslar ham faqat erkaklar turgan, pullaglagan uchun mana shunaqa ahvolda yotibdi bular ham. Bularni hozir erkaklarini hammasini olib samka, bo'g'oz samkalarni oldiga qo'yamiz. Kuydirganimizcha xudo xolasa hech nima bo'lmaydi. Ularni olib turib tursa. Keyin shu bo'shagan joyga mana bu samkalardan boshlab qo'yamiz. Xullas, holatni qaranglar. Har doim aytardik. Samka sametsdan kichik bo'lishi kerak deb. Nima uchun? Birinchi sababi samets endi ishlashni boshlayotgan bo'lsa ham katta samka oldiga qo'ymaydi. Mana ularni ko'ryapsizmi? Bu quyon urushganda chiqadigan nimalar. Endi sal quyon boqqan odamlar biladi. Bu shunchaki tuklar emas. Hozir prosta sametsini olib oldiga qo'yuvdim. Bu bo'g'oz quyon katta ehtimol bilan 17-si qochgan bo'lsa, o'tgan safar ham yaqinlashtirmadi. Bo'g'oz bo'lmasligi ham 100% garantiya yo'q. Kichikroq sametsni qo'yganimda uje sametsini talab tashladi-da. Agar samets katta bo'lsa bunaqa qilmaydi. O'zim o'tgan safar ham shunaqa bo'ldi. Endi mana bu samets qo'rqib qoldi samkadan. Hozir samka bunisi tishlamayapti, lekin samets yashirinaman desa samka qochyapti. Shuni hisobiga samets ham qo'rqib qoldi. Qo'rqib boshqa joyga qochyapti. Shunaqa quruq bo'lib yotibdi-da. Samka sametsdan qochyapti, samets samkadan qochyapti, bir-birini tushunmasdan. Bundan oldin ana shu yerda urush bo'ldi hozir. Ko'p bo'lgani yo'q, shundoq qo'ydim, qarab turdim, urushsa kerak deb taxmin qildim. Ammo u malodoy samets bo'lsa bir 5 oylik, 4 oylik bo'lsa kerak. Anaqani men bilmayman, chunki kelganimda bu uje yoshini bilmayman, 1,5 oy yoshdan oshiq quyon edi bu. Hozir endi kattayib, endi ishlashni boshlayapti. Samkalarga endi qiziqishni boshlayapti. Shuni ham inobatga olib qo'yish kerak. Samets bilan para quyon olayotganda, quyonni qo'shayotgan jarayonda mana shularga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ba'zi paytlarda agar samets kichik bo'lsa, quyon talamasa ham qochmaydi. Mana. O'z ko'rib turganinglardek samets qochyapti samkadan. Samka sametsdan qochyapti. Xullas, samkalarning oldiga bo'lmadi. Quyonlarning ham bu 4 ta erkak. Yana bitta zo'r muammoga duch keldim. Qulog'iga men marka qizil markelda belgi qilgandim, o'chib ketibdi u. Mana shu yerda hozir bitta mana bu gibrid go'shtga bu xikol bilan kalifni nimasi? Xudo xolasa bir ko'rsataman. Orqasiga chizib qo'yganman. Mana bunisi ekan, mana orqasiga chizib qo'yganman. Xullas, quyondan adashib ketmaslik kerak, chunki qoni bir bo'lib qoladi-da. Biror narsa o'ylashimiz kerak endi.
qanday qilib bularni beliga olib qo'yamiz. Kuydirishni ham boshlab oldik. Endi kuydiraman deb bajar qilib qo'ymasam bo'ldi. Lekin ozgina nima bor. Quyonlar baribir qo'rqar ekan olovni ko'rganda. O'zi yungi bor hayvon olovni ko'rsa baribir qo'rqadi. Kinolardan ko'rsatadi-ku. Bo'rilar olovga yaqinlashmaydi. O'sha yungli hayvonlar. Bular ham yungli bo'lganligi uchunmi? Hozir endi sal qo'rqishdi. Masofadan bo'lsa ham. Endi baribir sezasiz, oldida yurgan odam bo'lsa, baribir sezadi. Endi quyonlar meni kechiringlar. Joyim yo'q deb bo'lmasa hammani chiqarib keyin kuydirardim. To'g'risi, hammasini chiqarib kuydirsa menga ham udobni, chunki bittadan hammasini chiqarasiz, bittada kuydirasiz. Hozir men bularni kuydirish uchun hamma katakni alohida chiqarib turishim kerak. Chiqarib bo'lganimdan keyin yana uni kirgizib, boshqasini chiqarib, endi qo'ldan kelgancha hamma imkoniyat sharoitiga qarab ish qiladi. Olovga qarab kamera qayoqqa qaragani ko'rmay qolibman. Asosiy ma'lumot hozir. Tozalashini qaranglar. O'zim maza qilyapman bunchani toza. Xursand bo'lyapman. Mana nimalarim tozalanadi deb. Sababi hozir bularni qanday qo'lda bitta-bittalab tozalashni o'ylasam qo'rqib ketaman. To'g'risida. Mana ahvolga qarayapsizlarmi? Bu erkak turgan joy shunaqa bo'lyapti. Endi siz tug'gan samkalar turgan joy. Keyin ko'rsataman. Kletka pastga ko'rinmay qoladi-da. To'g'risi. Mana shunaqa kuydiradi mana. Hozir mana shu tomon. Mana bu yergacha kuydirilgan, bu tomon kuydirilgan yozib beramiz. Rezultatini. Olov bilan yana yaxshiroq ko'rinyapti. Ham dezinfeksiya bo'ladi olov bilan, ham katak tozalanadi. Keyin buni orqasidan xudo xohlasa tayyorlab qo'ygan nimani sepib chiqamiz, uksusni. Xo'sh, kuydirib bo'lindi. Baribir bitta chala qoldirgan joylar bor. Endi sprey bilan bir sprey emas, uksus bilan обработка qilaylikchi. Nima bo'lar ekan, men ham bilmayman nima bo'lishini. Kattalar maslahat berishib ko'raylikchi. Men aytishdiki, o'zim qilmaganman. Sataman bo'lmadi. Quyon turgan nima bilan qilsa ham quyonga ham zarari yo'q edi ishda. Unisiga hali men tayyor emasman to'g'risi. Nima qilib ko'rishga baribir hidi o'tkir bu uksusni. Quyonlar esa asosan burni bilan ishlaydi. Chunki bolasini ham burni bilan taniydi. Urg'ochisini ham, erkagini ham hid orqali taniydigan jonzotlar. Bu pastda quyon turmaydi-yu, axlatib turadi. Bularni sepib qo'yaylik. Nima bo'lsa ham foydasi bor deb o'ylayman. Xo'sh, endi mana bu qatordan boshlaymiz. Sababi bu qatorda bolalari bor. Shuning uchun bularni tasqariga chiqaramiz, yashiklarga, bularni bu tomonga o'tkazib, keyin yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Boya aytganim mana shu samka turganini bu yerda. Kletka pasti yo'q bo'lib qolganda. Nimasi bilan? O'zini yungi bilan. Bu bola qilayotganda chiqargan yungi shunisi ham bor. Xo'sh, mana bu qafasga keldik. Bu oxirgi qafas. Bu yerni menimcha kuydirmasam kerak. Kuydiradigan narsasi yo'q. Kichkina quyon bo'lganligi uchun faqat tagini tozalab dezinfeksiya qilib qo'yish kerak bo'ladi. Oyog'i qo'tir bo'lgan, yung tashayapti. Shuni bolasidan kechaymi deb turibman. Yung tashayapti. O'zi o'tiribdi, kecha yurgan, bugun tug'ilishi kerak edi. Xudo xohlasa shundoq tug'ilsa olib qo'yaman nimaga? Bolasini balki boshqa samkaga berib o'ziga sразу vermitni qilib yuboraman. Xo'sh, bu qafasimizda pastda bolalagan quyon bor. 13-chisi bolalagan. Ancha katta bo'lib qolgan bolasi ham. Bu kino sektorida olyapti. Fokusiga uncha nima yo'q ekan. Xo'p, 13-chisi 14 kun bo'lyapti shunda. Bugun 27mi? Bugun 27, 14 kun bo'lyapti. Tug'ilganiga quyonchalar. Shu yaxshi quyon chiqdi. Bu ham asli Leyla opaning quyoni. O'zicha menimcha hamma nima bu 90% hikollar Leyla opaning yelkasidan kelgan bo'lsa kerak.
Chunki bu o'tgan yil olgan 6 ta quyondan bittasi. Adashmasam yo shuni o'zi, yo o'shani bolasi. Bu toshni ona o'sha Leyla opadan o'tgan yili olgan quyonim bu. Sababi buni bolalari bitta samec tashqarida yuribdi, boshqaga qo'shganman. Qolganlari qolmadi. Adashmasam. Alloh alam. Nima bo'lganda Leyla opaning iynasidan bu. Xullas bu yerda quyon bor. Mana bu yerni hozir bitta kuydirib, bitta dezinfeksiya qilamiz, keyin bu tomonga o'tamiz.